25 yilgi Chevrolet Captiva bu zamonaviy dizayn, texnologik qulayliklar va oilaviy ehtiyojlarga mo'ljallangan avtomobil ixlosmandlari uchun juda yaxshi tanlovdir. Uning tashqi ko'rinishidan boshlaydigan bo'lsak, Captiva o'zining silliq chiziqlari, keng radiator panjarasi va LED chiroqlari bilan zamonaviy va jozibador ko'rinishga ega. Old tomondan qaralganda, mashinaning keskin farasi va xrom detallar bilan bezatilgan panjarasi unga jiddiylik va ishonchlilik bag'ishlaydi. 18 dyuymli alyuminiy disklari, sportcha shamollatgichli bamperlari va tomga o'rnatilgan relslar uni shaharda ham, uzoq yo'lda ham ko'zga ko'rinadigan avtomobilga aylantiradi. Orqa tomoni ham unchalik ortda qolmagan. Yangi LED orqa chiroqlar, katta bagaj eshigi va yuqori joylashgan stop signallar uni zamonaviylik bilan uyg'unlashtiradi. Kuzov ranglari ham xilma-xil, oq, qora, kulrang, ko'k va qizil kabi variantlar mavjud. Bu ranglar Captivani har bir xaridorga moslashtiradi. Uning balandligi va yo'lga yotishi uni crossoverlar orasida ajralib turadigan modelga aylantiradi. Avtomobil ichki makoniga o'tsak, Captiva sizni kutganidan ham ortiq darajada qulaylik bilan kutib oladi. Salonda yuqori sifatli charm o'rindiqlar, yumshoq plastik va xrom bezaklar mavjud. 7 kishilik o'rindiq joylashuvi oilaviy sayohatlar uchun juda mos keladi. Ikkinchi va uchinchi qatordagi o'rindiqlar bukiluvchi bo'lib, sizga keng bagaj joyini taqdim etadi. Old o'rindiqlar isitiluvchi va elektr boshqaruvga ega, haydovchi o'zining qulayligini to'liq nazorat qila oladi. Markaziy konsolda 10.4 dyuymli sensorli ekran joylashgan bo'lib, u orqali siz multimedia tizimini boshqarishingiz, navigatsiya, Bluetooth, Apple CarPlay va Android Auto funksiyalaridan foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, avtomobilda avtomatik konditsioner, orqa kamera, 360 daraja ko'rinish tizimi, tepalikka ko'tarilishda yordamchi va xavfsizlikni oshiruvchi ko'plab tizimlar mavjud. Sportlar soni yetarli bo'lib, har bir yo'lovchi o'z qurilmasini quvvatlantira oladi. Endi esa Captivaning yurish sifati va texnik ko'rsatkichlariga to'xtalsak. 2025 yilgi modelda 1.5 litrli turbo dvigatel o'rnatilgan bo'lib, u 149 ot kuchi va 255 moment kuchi ishlab chiqaradi. Bu kuchli avtomatik uzatma qutisi orqali old gildiraklarga uzatiladi. Mashina shahar ichida silliq harakatlanadi va yo'l notekisliklarni sezilarli darajada yengib o'tadi. Yo'l tutish sifati yaxshi, burilishlarda barqaror va xavfsiz. Captiva tejamkorligi bilan ham ajralib turadi. Shahar ichida o'rtacha 8.5 litr, shahar tashqarisida esa 6.8 litr yoqilgi sarfi qayd etilgan. Bu esa uni har kungi foydalanish uchun ideal variantga aylantiradi. Tezlanish jihatidan u 100 km/soat tezlikka taxminan 10.5 soniyada chiqadi. Shuningdek, uning sutkashligi deyarli sezilmaydi, ayniqsa turbo tizimi ishlashga kirishganda. Xavfsizlik borasida ham Captiva zamonaviy standartlarga javob beradi. Uning ichida 6 ta xavfsizlik yostigi, ABS, EPT, tormoz yordamchisi va elektron barqarorlashtirish tizimi mavjud. Bolalar uchun isofih o'rindiq tizimi mavjud bo'lib, oilaviy foydalanuvchilar uchun juda muhim. Shuningdek, avtomatik tormoz tizimi, yo'l belgilari aniqlash va harakatlanayotgan obyektlarni ogohlantirish funksiyalari haydovchini doimiy himoyada ushlab turadi. Narxiga kelsak, 2025 yilgi Chevrolet Captiva bozordagi o'z raqobatchilariga nisbatan juda hamyonbop. O'zbekiston bozorida uning boshlang'ich narxi taxminan 29 dan 33 AQSh dollarigacha bo'lishi kutilmoqda. Bu esa uni ixcham crossoverlar orasida arzon va sifatli tanlovga aylantiradi. Shu narx evaziga siz nafis dizayn, qulay salon, zamonaviy texnologiyalar va yuqori xavfsizlik darajasiga ega bo'lasiz. Xulosa qilib aytganda, 2025 yilgi Chevrolet Captiva o'z segmentida juda jozibador tanlovdir. U oilaviy haydovchilar, sayohatni sevuvchilar va zamonaviy qulaylikni qadrlovchi xaridorlar uchun ayni muddao. U nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki ichki salohiyati va tejamkorligi bilan ham e'tiborga loyiq. Agar siz o'zingiz uchun qulay, xavfsiz va zamonaviy avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, yangi Captiva sizni albatta qoniqtiradi. Chevrolet yana bir bor o'zining xalq uchun avtomobil yasash borasidagi mahoratini isbotladi.